Akalar hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun ish jarayonlarini ko'rsatamiz sizlarga. Xudo xolasa Malibu 2 Premier mashinasini olib qo'yganmiz. 80-100 tormoz bossalar, rollari, pedallariga deformatsiya beryapti ekan. Bu holatda o'zimizga olib kelganlar. Ko'ryapsizlar, oldi oponilarni cho'tka qilishni berdik. Bu shirgandan keyin oldiga ham xudo xolasa cho'tka kalotkalardan qo'yish kerak bo'ladi. O'zimizni Haypat brendidan mana kalotkalarni qo'yib beramiz. Ichidan persakkalari chiqadi. O'zini palisi oladigan yog'lari, o'zini spreylari chiqadi akalar. Kalotkaga ham bitta baho berib beramiz. O'ta kassiminni keramika kalotka hisoblanadi. Turishlari ham ideal. Xudo xolasa ichkarida ham ko'rsatamiz. Ichkarida ham xudo xolasa uchta Nexus'imizni ochib qo'yamiz akalar. Bunga sabab tormozlari o'ta ham pastda, kach ko'p qo'ygan. Bu Nexus'imizni mashinamizni ochganimiz sababli ABS bloklari yetib qoldi akalar. Ko'ringlar, mana ABS bloklarini xudo xolasa ideal qilib bitkizib beramiz, boshqa qo'yib beramiz xudo xolasa. Keyingi Nexus'imizda tormozlari ham sekin bosib cho'kib ketayotgan ekan. Bu glanli silindr hisoblanadi. Glanli silindr o'zimizda bor. Nalichida mana yaxshi koreyskisidan qo'yib beryapmiz. O'zlaridagi saniylar ishib qo'ygan ekan, annarazga hisoblanadi. Bu ham ABS blok ham. Xudo xolasa keyingi Nexus mashinamizni ikki oldi palislar qatib qo'ygan ekan, ochib, chiroyli qilib remontlarni qilib berdik. Xudo xolasa akalar, kimda xizmat bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni email to'limizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng sifatli ishlar o'zimizda akalar. Tanish bilishlarga jo'natib berish esdan chiqmasin. Akalar, shuncha video qo'yapmiz, obuna ham bo'lish esdan chiqmasin akalar. Xudo xolasa yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Kimda qanday xizmat bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni yozib beramiz. Kimda tormoz muammo bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizni email to'limizga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni ham tushuntirib o'tish, shu o'rtada 9 etajdan to'g'ri kelganlaringda plakatlarimizni o'zimizni osib qo'yganmiz, email hojida. Bemalol kelsalar ham bo'ladi. Ishlarni cho'tka qilib bitkizib beramiz. Kuzatib kelganlaringiz uchun hammaga rahmat.